Siz maktabga yaqin orada kirib ko'rganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, eslatib o'taman. Bugun maktab ko'pincha bilimlar maskani emas, balki jang klubiga o'xshaydi. Unda o'qituvchi kassir maoshiga ishlaydigan, huquqsiz va urush tepish uchun ishlatiladigan qop rolini bajaradi. Gap darslarni buzadigan, o'qituvchilarni haqorat qiladigan yoki musht ko'taradigan o'quvchilar haqida ketmoqda. Hozir tizim mutlaqo absurd gumanizm tamoyili asosida ishlamoqda. Bitta voyaga yetmagan qo'pol bola butun bir sinfni terror qilishi mumkin. Lekin uni haydab bo'lmaydi. Axir uning ta'lim olish huquqi bor. Qolgan 25 nafar o'quvchining normal o'qish huquqi esa aftidan hisobga olinmaydi. Direktorlar statistikani buzishdan qo'rqadi. O'qituvchilar esa yurak xurji dori ichishga majbur. Chunki har qanday mojaro oxir-oqibat ularning zarariga ishlaydi. Darsni buzadigan, pedagoglarni haqorat qiladigan yoki qo'l ko'taradigan bezori o'quvchilarni maktabdan haydash kerakdir balki. Ularni ha yaxshi bo'lib ketar deb yoki psixolog sutiramasdan shunchaki eshikni ko'rsatib qo'yish kerakdir. Hech bo'lmasa qat'iy odob axloq me'yorlarini joriy qilish kerak. Kim xohlaydi shunaqa o'qituvchi bo'lib ishlash? Masalan, oyog'ini ko'tarib bitta katta qonni o'g'li, misol uchun darsda o'tirgan bo'lsa, oldiga kelib o'qituvchi oyog'ini pastga tushirib o'tirgan bo'lsa, menga ruhiy bosim qildi deb otasi prokurorga aytib, o'qituvchini javobgar qidirib yuboraversa, bunaqa pretendentlar bor. Men misol keltirib berishim mumkin. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ta'kidlagan bu gaplar xuddi havoga aytilgandek bo'ldi. Bu masala bo'yicha qat'iy ishlar olib borilmadi. Holat shunday davom etsa, ta'limimiz muqarrar jarga qulaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bezori o'quvchilarni maktabdan chiqarib yuborish amaliyotini joriy qilish kerakdir balki. Balki xulqi yomon bolalar uchun bepul ta'limni bekor qilarmiz yoki ular o'zlarini hayvonlarcha tutsa ham chidab yashayverish kerakmi?